Assalomu alaykum aziz metallurglar, aziz hamshaharlar. Meni 38 yillik kamtarona mehnatimni yuksak baholab, muhtaram prezidentimiz Do'stlik ordeniga munosib ko'rganlari men uchun katta sharaf. Meni nomzodimni ko'rsatgan kombinatimiz rahbarlariga, seximiz rahbariyatiga, hamkasblarimga chuqur minnatdorchilik izhor qilaman. Bu orden kombinatimizga berilgan deb hisoblayman. Hamda shu kombinatda mehnat qiluvchi shijoatli fidoyi xotin-qizlarimizga berilgan deb hisoblayman. Shu fursatdan foydalanib, hammalaringni Navro'zi olam bilan tabriklayman. Hammalaringga mustahkam sog'lik, omad, baxt tilayman. Hurmatli hamkasblar, aziz hamshaharlar, yurtimizda uyg'onish, yasharish, yangilanish ayyomi Navro'zi olam nafasi ufurib turibdi. Xalqimiz ushbu qutlug' shodiyonani har yili o'zgacha kayfiyat bilan qarshi oladi. Ozod yurtning obod manzillarida esa siz u biz azaliy ayyom Navro'zi olamni katta xursandchiliklar ila qarshi olmoqdamiz. Ushbu fursatdan foydalanib, sizlarni yangilanish va yosharish ayyomi bo'lmish Navro'z umumxalq bayrami bilan muborakbod etaman. Yurtimiz ravnaqi va xalqimizning farovonligi yo'lida amalga oshirayotgan ezgu ishlaringizda omad yor bo'lsin. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Hurmatli hamkasblar, muhtaram hamshaharlar. Sizlarga 21-mart Sharqona yangi yil Navro'z umumxalq bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Shunday shukuhli betakror damlarda barchamiz tinch va osoyishta hayotda xotirjamlikda bayramni qarshi olmoqdamiz. Navro'z bayramini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni izhor etaman. Sharqona yangi yilimiz Navro'z har bir xonadonga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat, qut baraka olib kelsin.